Kecha qizli uyim ketganimda shunaqa dahshat shamol bo'ldi. Men qizli uyimda domda turaman. Uchastkamni ahvolini ko'rmaydigan darajada bo'ldi. Keyin xayolimga Baby Stilni shunaqa stil degan universal salfetkalari esimga tushib qoldi. Shunda olib hamma yoni yanqiratib tashladim. Baby Stil firmasidan nafaqat salfetkalarni, bolajonlarimiz uchun pamperslarni ham topsiyali bo'ladi. Eng sifatli va hamyonbop narxlarda topsiyali bo'ladi. Bu pamperslarni ham, salfetkalarni ham Uzum marketdan bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Bolajonlarimizga hech qanday allergiya bermaydi, qizartirib tashlamaydi, oson harakat qilishlikka yordam beradi. Kechasi ham taqib qo'ysanglar, bemalol xotirjam uxlashinglar mumkin. Biz ham shu Baby Stil pamperslardan tanladik va taqib ko'rdik, juda ham yoqdi. Eng afzal tomoni esa universal salfetkalarni ham xarid qilib olganim bo'ldi va chang-chunglarimni shunaqa tozalik bilan, tezlik bilan top-toza qilib oldim. Ko'rib turganingizdek, juda ham a'lo darajada tozalab berdi. Bu salfetkaning ichida uksuzi bo'lgani uchun juda ham artgan joylarim yaltirab chiroyli bo'lib, ko'zlarimni quvnatdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, bitta olib ishlatib ko'ringlar va mana duo qilishdan tilinglar to'xtamaydi. Hammaga rahmat videoni ko'rganingiz uchun. Mehringiz isboti bitta like bosib ketsangiz xursand bo'laman ko'rib.